وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hürmetli qarindoshlar, men burunqi darslerimda mush haj yo'lida hajlangan pulga Allah subhanahu wa ta'alaning bir ko'ychanga 700 ko'yning savobini berdiganligini so'zlab o'tdim. Ondan keyin bir odam uyidan haj qilman deb busuğustan otlagan hamon ajr savobning yezildiganligi, gunohlarning afu qilindiganligi va Allohning dargohidagi darajasining bir daraja ko'tarildiganligini bayon qildim. Ondan keyin ihromni haqida so'zladik. Dedik, ihrom qarindoshlar bir insonning o'zining barliq gunohini e'tirof qilib Rabbining oldiga beshini olqonga ilib nima desa ma'qul deyman degan bir tuyg'uda kelganlikni bildirdi. Burunqi o'tgan kunlarga pushaymon qilib, qilgan atganlariga nadomat chekib, qalbi hasratga chekkan holatda bu kapallikni kiyib kelganlikni bildirdi. Men dedim, bu hojilarning ihromni kiygan vaqtida mana mush tuyg'u qalbida, butun vujudida bo'lish kerak dedim qarindoshlar. Ihrom kiygandan keyin biz talbiyani boshlaymiz. Talbiya bo'lsa labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak degandan iborat. Bu nima degan bo'ldi labbayk qarindoshlar? Bu labbayk degan so'z bir podshoh o'zining qulini chaqasa qaytirdigan javob. Yani labbayk deb qo'lni maydasiga ilib podshohning oldida hozir bo'lgan vaqtida ishiltadigan so'z. Shuning uchun hozir voy paloni desa arablar ey na'am deydi, labbayk demaydi. Labbayk degan bir ojiz qulning o'zininki xo'jayiniga ishiltadigan, o'zining podshohiga ishiltadigan so'zi. Biz labbayk degan chaqda şu mutlaq podshohimizning, Rabbimizning ulug'lig'ini his qilib turib dedikmi? O'zimizning bu Rabbimiz Taala oldidan ne kadar ojiz, bechorligimizni his qilib dedikmi? Labbayk, men keldim ey Rabbim degan bo'ldi. Yani İbrahim aleyhisselam'a Allah buyruq qilib hajga e'lon berdi. Yani İbrahim aleyhisselam Allah'a vakalatan mu'min musulmonlarni hajga chaqirdi. Biz labbayk degan vaqtida mana bu Allohning haji qilgan, hajiga chaqirgan ovoziga ovoz qo'shganligimizni bildirdik qarindoshlar. Labbayka la sharika laka labbayk. Ey Rabbim, men e'tirof qildim. Seni yakkiygandursan, sening hech qanday bir sheriking yo'qdir. Yani men rizq berishda, men hayotlik berishda, mening barliq qilmishimda faqat nishon maqsad sendursan ey Allah. Men bu hayotimda faqat sening rizolig'ing uchun yashayman. Men bir ishni yoki qilay, yoki qilmay, yoki
o'g'il o'lay yoki qiz agbiray, hamma ishda sening rizolig'ingni izlayman. Bu sening rizolig'ingga hech qanday bir narsani shirk qilmayman, tan qilmayman. Mening hayotimdagi tub g'oya nishonsan. Mening hayotimdagi markaziy nishonsan. Men voy do'st dushman nimada, paloni hukumat nimada degan hisobni qilmayman. Butun hayotimda faqat sening rozi bo'lish, rozi bo'lmasligingdan iborat bu o'lchamni qibli nomi qilib yashayman. Ya'ni shiriksizdirsan. Ya'ni sallam mening ko'zim seni ko'radi. Men har qanday ishda sening hisobini qilaman. Ikkinchi bir insonning hisobini qilmayman. Har qanday ish qilsam, ey Alloh, mush ishni qilsam sen rozi bo'lamsa, bo'lmamsa degan o'lchamni qo'yman. Mening hayotimdagi o'lcham mush shu. Ya'ni sen hech qanday shirik keltirmayman degan bo'ldi. La sharika lak, labbayk Allohumma labbayk. Innal hamda. Barliq madhilar, maqtashlar, sanolar, yani qalbimizning cho'nqur yerdan chiqqan rahmatlar, ta'riflar sanadır ey Rabbim. Va ni'mata, yani men bahriman bo'layotgan ne'matlar, mayli yemeklik bo'lsin, mayli kiyim bo'lsin, mayli sog'lomlik bo'lsin, mayli xotirjamlik bo'lsin, mayli havo bo'lsin, mayli suv bo'lsin, men erishayotgan, meni mushkunda yashayotgan barliq ne'mat seningdir ey Alloh. Qarindoshlar, mana bu e'tirof qilish. Allah Celle Celaluhu'nun aldıda zadi çin kalbimizden rahmet etiş, suyunuş, razı buluş, medhileş sanıdır ey Allah dedik. Mana bu gibimizden yaşamamız gerek. Mana bu tevhidnin en yukarı pellesi qarindoshlar. Bütün maqtashning, cho'qinishning, iltijo qilishning Allohga xos ekanligini e'tirof qildik. Innal hamda va ni'mata, ne'mat degan biz mushunda yashayotgan, bizga mushunda jismni, mush aqlni, mush chiroyni, mush yemaklikni, mushu yer sharidagi butun olamdagi koinotlarni bizga musaxxar qilib berganligining hammasi Allohning ne'matidan bo'ldi deganlik bo'ldi. Mening bu o'rinda o'ltirishim, mening buni yeyishim paloni hukumatning, paloni shaxsninki ish bilan bo'lmadi. Ey Rabbim, bütün nimet sendin keldi deb e'tirof qilish qarindoshlar. Mana biz ta hozirgacha buni ig'izimizda e'tirof qildik, chin qalbimizda e'tirof qilmadik. Chunki ne'matni Allohning ekanligiga e'tirof qilsak, biz bu ne'matning shukronasini Allohga etsak bo'ldi. Ne'matning shukronasi qanday bo'ldi? Shu Alloh bergan ne'matning o'zidan. Pul bas puldan, ilim bas ilimdan, aql bas aqldan, huquq bas huquqdan, şunun bilan javob qaytarish. Ash ne'matning turidan javob qaytarish qarindoshlar. Biz vaqt munosabati bilan bu talbiyaning mazmunini mushunchilik deymiz, lekin talbiya ajoyib cho'nqur mazmuniga ega qarindoshlar. Innal hamda wan ni'mata lak la sharika lak. Mayli maqtashda bo'lsin, mayli ne'matda bo'lsin, men hech kimga seni shirik qilmayman. Butun maqtashdima men seni maqtamayman ey Alloh. Chunki maqtashqa sen arziysa, chunki men mushunda kuniga erishishimning orqasida sen bor ey Alloh. Bu insonlar men uni qilmaydi, qo'ldan kelmaydi bu insonlar. Bütün ni'matda bu ne'matga shukr etishda, bu ne'matningki fazlini tunishda san shirik keltirmayman, bu faqat sendan bo'ldi deb o'ylab boqaylik qarindoshlar. Ya'ni cho'qinish, iltijo qilish, suyunish, rozi bo'lish, Allohga egilish, buni hammasini sana deb e'tirof qildik. Bütün ne'matning, mayli bizga farzand bo'lsin, sog'lomlik bo'lsin, rizq bo'lsin, mol dunyo bo'lsin, uy bo'lsin, mushning hammasining Alloh berganligini e'tirof qildik. E'tirof qilganlikdan haqiqiy e'tirof qilsak, buningdan bir natija kelib chiqadi qarindoshlar. Shuning hojilarimiz buni tushunayli. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi. Ma ahalla muhillin qattu illa bushira deydi. Bir adam aş talbiyalam etediken, aş labbayk Allahumma labbayk deb talbiyalam etediken, bu adamga xush bishorat berildi dedi. Shuning bilan sahabi so'radi: "Ya Rasululloh, jannat bilan xush bishorat berilamdi?" debdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam
Şundaq dedi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deydi. El haccu accun ve seccun deydi. Hac demek, telbiye etiş demek, hac demek, hac kurbanlık kılış demek deydi kardeşler. Demek bu hacdaki telbiyenin uluqluğunu bildirdi. Çünkü telbiye olsa xuddi kelime-i şehadetek la ilahe illallah Muhammed Resulullah dek tevhid sözü bu. Acayip bir tevhid bu telbiyede mücessemleşken kardeşler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün hac jarayonida mayli bir döngü çıksın, mayli bir oymanğa çıksın, mayli tögü minsin, mayli tögüdün çıksın, davamlıq tekbir etadi. Tekbir etiş bilen birge biz neme davatqanligimizni bilishimiz kerak. Lebbeyk, ey Allah, men keldim degan vaqtida qanchalik bir bechorligimizni, özümüzning ojizligini, navoda Rabbimiz Taala bizga rahmat qilmaydi ekan, bizning tugashganligimizni, biz qiyomat kunsi Rabbimiz Taala'nın mushunchilik rahmatiga naqadar muhtoj ekanligimizni, mush hajikakchilik qilmishimizni e'tirof qilganligimizni, buningdan keyin boshqa odam bo'lganligimizni, Rabbimiz Taala bilan boshqacha bir yangi batni ochadiganligimizni e'tirof qilib turib labbayk deylik qarindoshlar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin İmam Tirmizi nakil qilgan bir hadis şerifa qarindoshlar. Her qandaq bir adam talbiya etadigan, o adamning atrofidagi mayli tosh bo'lsin, daraxt bo'lsin, tuproq bo'lsin, hammasi talbiya etadi deydi. Yani biz labbayk degan chaqda bütün tog', daryo, dengiz, okeanlar tang biz bilan labbayk etadi qarindoshlar. Rasululloh dedimi, cho'qim etadi. Rasululloh deydi, şu etrafidagi toshlar, daryo, toshlar, daraxtlar, laylar, tuproqlar hammasi shu odamninki labbayk diniga guvohchi bo'ladi deydi qarindoshlar. Qiyomat kunsi mana shundoq bir cho'ng fazilat, rahmatga erishimiz. Sufyan ibn Uyayya radıyallahu anhu şundaq deydi. Sufyan ibn Uyayna degan bir katta zot bor. Ali radıyallahu anhu'ninki o'g'li Husayn radıyallahu anhu haj qilish uchun ihrom bog'lab, chiroyi sapsariq bo'lib, g'al titrab ketdi deydi. Chiroyi o'zgarib ketdi, titrab ketdi deydi. Ay Husayn, sana nima bo'ldi desam, men Allah subhanahu wa ta'ala'nın labbayk men keldim desam, la labbayk, kemmedin sen, senin cismin keldi, yürükin kemmedi, kalbin kemmedi deb qilishdan ansirab diyemmayotma deb otning ustiga o'ltig'iz qo'ysa g'al qilib o'ltadi deydi. Mushundaq qilib ta haj qilib bo'lguncha mushundaq titrab o'ltadi deydi qarindoshlar. Biz labbaykni bu og'zimizning uchida deb qo'ysak, bu yerda demasak, biz davatgan maqbul bo'lgan haj bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun hajdagi har bir faoliyat, har bir harakat, har bir o'ltirish, qopishning sir asrorlari bor. Har bir duoning sir asrorlari bor. Buni tushunib haj qilib qolsak, ya Allah, bu boshqacha bir hayot, boshqacha bir yuksilish, boshqacha bir qalbimizning nurlanishi, boshqacha bir gap bu qarindoshlar. Buni faqat hajni tushunib, hajning ta'mini tetigan odamlar bilalaydi. Mushu Umar raziyallohu anhu'ninki bir qozisi bo'lgan. İsmi Qozi Shurah deb qo'ydi. Mush adam ihrom bog'lab, mush haj qilish jarayonida deydi, bir eg'iz ortiqga qolmaydi deydi. Jimjit
tövbe istig'for bilan, yig'lash bilan, Allohga zarlanish bilan, iltijo qilish bilan, qo'lni osmonga ko'tarish bilan, yerda tizinib o'ltirish bilan mana mushundaq haj qiladi, haj tuguvchi deydi qarindoshlar. Shuning uchun men haj qilish jarayonida nurg'un qarindoshlarimizning jutlarda 3 qatim, 2 qatim tomoq yesa, hajda 5-6 qatim tomoq yeb o'ltirgan. Yutning paranglarini sep o'ltirgan jinim qarindoshlarim. Bu haj bo'lsa Allohning kunlarining ichidagi eng ulug' kun. Haj qilayotgan joylar bo'lsa Allohning dargohida eng ulug' muqaddas joylar. Şu minutlar bo'lsa Allohning dargohidagi eng qimmatli minutlar. Faqat qo'ldan berishga bo'lmaydi. Haj bo'lsa bizga nisbatan yangi bir hayotlikning boshlanishi. Bu hayotlikni siz qanday boshlamoqchi qarindishim? Bunga diqqat qilishingiz kerak. Xo'sh, biz ihrom bog'ladik, talbiya etdik. Zulhajjining 8-kunisi Minoga chiqamiz. Minoga chiqish hajning arkonlari emas. Agar bir odam ba'zi sabablar bilan, uzrlar bilan Minoga chiqammisimi, haj bo'ladi. Lekin nima uchun Minoga chiqamiz? Chunki biz 9-kuni, ya'ni hajning 9-kunisi Arafat turadigan kun. Arafat kuni bo'lsa osmon zaminning Rabbi bo'lgan ulug'ligini ta'riflab bo'g'ili bo'lmaydigan, hammaga qodir, Rahmanur Rahim bo'lgan Alloh jalla jalaluhu bilan uchrashish kuni qarindoshlar. Mana shuning uchun Minoga chiqib biz ruhiy jihatdan tayyorlik qilamiz. Chunki biz Alloh bilan uchrashmoqchi. Biz uzoqdan keldigan bir mehmonlar bilan, aziz do'stlar bilan, uzun ko'migan ota-onamiz bilan ko'rishmoqchi bo'lsak, qanday tayyorlik qilamiz? Ayollar bo'lsa, uyni tozalaydi, esil taomlarni hozirlaydi, esil kiyimlarni kiyadi. Shuningga o'xshash bir padişahning yoki bir davlat raisining huzuriga kirish uchun bir xil murosim, bir xil qoida usullar bor qarindoshlar. Shuningga o'xshash biz Arafat kunisi Alloh subhanahu va taolo bilan uchrashadigan kun. Alloh subhanahu va taolo birinchi qavat osmonga tushib bizga iltifot qildigan kun. Shu kuniga tayyorlik qilib, gunohlarimizga tövbe qilib, Allah'ның ati bizni kechirishini tilab, orzu qilib, shu tayyorlik holatda Arafatga chiqish uchun Arafatning busug'isidan iborat bu Minoda Alloh subhanahu va taoloning huzuriga navbat kelishini saqlab yoki atisi Allohning huzuriga chiqishini saqlab turamiz qarindoshlar. Bu yerda bir tayyorlik bor, ruhiy jihatdan tayyorlik bor, tövbe qilish bilan tayyorlik bor. Biz Arafatga gunohlarimiz bilan, mushundoq meynatchilik bilan borsak bo'lmaydi. Men mushu munosabat bilan qarindoshlarimga bir muhim nuqtani eslatib o'tmoqchi. Biz Arafatga nima uchun boramiz? Arafat kunusida qilingan duo shaksiz ijobat. Biz Arafatda tunji bo'lib Allohdan so'raydiganimiz, ey Robbim, meni kechirsan. Men inson. Men gunoh qildim, bilib qildim, bilmay qildim, oshkora qildim, yushirin qildim, ko'zim bilan gunoh qildim, qalbim bilan gunoh qildim, put-qo'llarim bilan gunoh qildim. Ey Robbim, gunohga to'shdim. Men gunohdan iborat bu dengizga cho'kdim. Men gunohninki sozliqiga petib qoldim ey Robbim deb turib gunohimizni tilaydigan kun. Ya'ni u kunda biz Alloh subhanahu va taolaning kechirimini, g'afur degan sifatidan bizni bahramon qilishini tilaydigan kun. Xo'sh, men nima demoqchi qarindoshlar?
Allah subhanahu wa ta'ala özünü bizge tunuşturdu. Men günahlarını keçirgüçmen, yapqıçmen ve günahlarını namı amel defterlerden fakat üçürvetkiçmen dep tunuşturdu. Allah'ın el-gafur degan süpti. İnnallaha kana gafurar rahima. Yani Allah günahlarını gafur yani keçirdi degan gap, yapıdı degan gap. Asıl lügat manisi yapıdı degan gap. Yani Allah günahlarımızı yapıdı. Şunun için nurgun günahlarını kılıp ata-anamızın aldıda, xotin balcaqımızın aldıda, yakın dostlarımızın aldıda rasva bulmay kivatımız qarindaşlar. Ya Allah. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala möş hemimizin günahını yapmay, günahdan bir puraq çıqıdığan, yoki günahdan bir renk çıqıdığan qilib qo'ysa qanday qiladi qarindaşlar? Biz nima qiladik? Bu rasvochilikda yashayolamidik. Agar gunohdan bir sesiq puraq chiqsa, bir musulmonning endi ultura alamati qarindoshlar. Banu Isroilda agar bir odam gunoh qilsa, atiginsi ishigiga paloni mandaq gunoh qildi deb yezilib qoladi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bizga rahmat qilmoqda, mana bu gunohimizni yapdi. Shuning uchun o'zini bizga G'afur, men gunohlarni yapaman dedi. Allah subhanahu wa ta'ala tövbe qilsak, Allah Jalla Jalaluhu'nun günahimizni yepishini tilsak, Allah günahimizni yapıdı. Bu nima degan gap qarindoshlar? Yapıdı degan gap, yana rasvo qilmaydi. Qiyomat kunsa azoplamaydi degan gap. Lekin nama amel defterlerimizde buludu. Biz İsrafil suru chelib qabrimizdan turgan vaqtida günahlarımızı eslasak, şu qilgan günahlarımız ko'z oldimizdan ekranda o'tgandek o'tadi. Mushning o'zi bir azob emasmi? O'ng tarafimizda jannat, sol tarafimizda do'zax va kunda osh günahlarımız ko'z oldimizdan ekrandek o'tsa, ya Allah, bunun bir o'zi azob. Lekin Allah subhanahu va taolo o bandani chaqirib, ey bandam, sen falani günahni qilding deydi. Banda e'tirof qildi, ey Robbim, qildim deydi. Xijillik bilan e'tirof qiladi. Ali radhiyallohu anhu deydi, ba'zilarning yuzining go'shi Allah Jalla Jalaluhu'nun oldida xijillikdan iqib ketadi degan qarindoshlar. Ey bandam, ani qilding, mani qilding deganken biz e'tirof qilamiz. Endi bir do'zax ketadigan bo'ldik degan vaqtda Robbimiz taolo nima deydi? Ey bandam, sen bu gunohni qilib dunyoda bu gunohlarni o'zing yushading deydi. Voy, men ani qildim, mani qildim deb haqlarga jar sep jumiding. Men u dunyoda yushadim. Shuning bilan sen tövbe qilding, men kechirdim, menga jannatga deydi. Mana bu G'afur. Ammo Alloh subhanahu taolaning gunohlarini yuvitadigan bir sifati var. Onun ismi el-afu. İnnallâhe afuvun tuhibbul İnnallaha kerimun İnnallaha afuvun kerimun tuhibbul afa. Yani Allah subhanahu wa taala günahlarını tüp yıldızdan jüvetkiç zatdır degan bo'ldi. Endi biz bu yerda Allah'ın afusini tilaymiz. Nima uchun? Agar Allah bizni afu qilib qolsa, nama amel defterlerimizdan o'chirib yetadi. Farishtalarning mingisidan jo'ytidi. Qiyomat kunisi biz mahsharga maydoniga berish uchun qabrimizdan chiqsak, bizning mingimizdan jo'ytidi qilgan gunohni eslamaymiz. Bu nima degan rohat qarindoshlar. Hozir hammamiz orzu qilamiz. Ash o'tkazgan gunoh ma'siyatni bir eslamasak, shuni bir unutilib ketsak, chunki unda gunoh ma'siyatni eslasak, bizni azoblaydi. Bizni qo'rqitadi qarindoshlar. Bu shuni unutib ketsak, chunki inson hayotida o'tgan yomon kunlarni, nachar kunlarni, bir ko'ngilsiz ishlarni unutib ketishni orzu qilgandek, biz gunohlarimizni unutib ketishni orzu qilamiz. Shunga o'xshash qiyomat kuni bizni Alloh kechirib olsa, bu gunohni farishtalarga unutildirdi. Nama amel defterimizni juvatidi. Qiyomat kunisi Alloh yuzimizga sanma hech bo'lmagandek jannatga kirgizdi. Xo'sh, nima demoqchi degan vaqtda biz shu Arafatga chiqqan vaqtida Allah subhanahu wa ta'alaning gunohimizni tegidan juvitishini, afu qilishini tilaymiz. Endi biz Allohning afusiga erishmoqchi bo'lsak, Alloh afuchan kishilarni yaxshi ko'radi. Allohumma innaka afuvun karim. Ey Robbim, sen afuchan, karamlik zotdirsan. Tuhibbul afwa. Ma Oyisha onamizning so'zi. Ya'ni Oyisha onamiz Rasulullohdan so'radi. Ya Rasululloh, mush Ramazonda shu Laylatul Qadr, ya'ni Shivil Qadr kechasi o'tsa,
Şimdi Kadir keç samiz bilimiz Ramazanda dua icabat alan kun. Şu çaq nima deyman desa Rasulullah o'kitib qo'ygan duo ma bu. Siz innalloha afuvun karimun tuhibbul affa fa'fu anna dang. Ey Rabbim sen apuchan karamlik zattursan ve apuchan kishilarni yaxshi ko'rsan dang degan. Demak Allah apuchan kishilarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun mush Minada birinchi kunsi, yani hajning 8-kunsi Minada o'ltuğa vaqtida men sizlardan o'tinib qolay. Chin qalbinglardan Allah qulağını ko'tarib, ey Rabbim Mana aziyat bergen bütün Müslümanlarını keçirib etdim dağına qarindoshlar. Hem haqiqiy keçirib etdinglar. Sizning keylangdan gap tapqan, sizning keylangdan fitna fasad tug'dirgan, sizning oilangning keynidan fitna fasad tug'dirgan, har qanday zada men la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh degan odamni afu qilib etdim ey Rabbim. Meyli bu ata-ananglar bolsun, meyli ballaranglar bolsun, meyli ayalanglar bolsun, meyli qo'shnanglar bolsun, do'st birodinglar bolsun. Hatta danglar ki mening keynimdan gap tepib, men uqmagan zada barliq odamlarni hammani kechirib etdim danglar. Nima uchun kechirib etdim? Ey Rabbim, sen apuchan zattursan. Ya'ni gunohni tüp yiltizdan juvitadigan zattursan. Men senden şu günahimni jutamiki deb men boshqalarni afu qildim. Seni afu qilamiki deb sening afurungni tilashda samimiyligimni bildirish uchun sening afurungni tiladim degan. Qarindoshlar, afu qilaylik. Mu'min, musulmonlar bo'ladi ekan, cho'qim afu qilaylik. Şundaq yenikishib qolsalar qarindoshlar. Ondan keyin Alloh o'zining apuchan kishilarni yaxshi ko'rganligini bizga dedi. Biz ey Rabbim, men apu qildim, meni yaxshi ko'rgin. Meni bir apu qilib olsang nima bo'ladi deb osh samimiylikni bildirib apu qilinglar. Sil apu qilgan yerda Alloh apu qilmasmi? Sili kechiradigan yerda Alloh seni kechirmasmi? Allah şundaq karamlik, şundaq fazilatlik, şundaq kechirimchan, Rahmanir Rahim bo'lgan Allah sildan bir samimiyatni ko'radi ekan. Cho'qim apu qiladi. Balkim deyish mumkin. Ey bandam, sen kechirsang men nim deb kechirmaydi ekanman. Sen mening bandam turib kechira olding yo. Men xohlon odamni kechirman-go. Mening kechirishimga hech kim e'tiroz bildirmaydi-go deb bizde bir samimiyatni ko'rsa cho'qim kechiritish mumkin. Hajdan qaytgan vaqtinglarda qalbinglar sog'lom. Hech qanday bir mu'min musulmonlarga ko'ra hasad, o'shmanlik, dushmanlik, ko'ranmaslik mushundaq bir illatlardan xoli, pokiz qalb bo'lsin qarindoshlar. Mana bu qalblar bilan arafotga chiqaylik. İnşallah keyingi darsimizda Arafat haqida so'zlaymiz. Ko'rishguncha aman bo'linglar. Duolarida mendek bir bechorani aslab qo'yinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah, Allahu 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 Allah.